javobgarlikni üstüne almasını so'radi. Sud mahkamasi sud qilib mundaq qaradi. Vanxonning yiqilib tushgan joyi Lobudonga kirish bilan tashirish yig'ining yanida bo'lib, odatdagi ahvolda yo'lovchilar bilan tashirishdan keyin poyezdga o'tirdi. Vokzalda kirish bilan tashirish yig'idan qarshi yo'nalishga chiqmaydi. Vanxonning burunga bir necha qadam mang'andan keyin Sho'janing bitta sandiqiga qo'yib ketgan. Vanxonning qarshi yo'nalishdan minib chiqqan bo'lib, ziyonli oqibatdan yuz berishida xatolik bor. Xitoydan Vanxonning bayramroq bo'lib, vokzalga borgan oila a'zosi bilan Vanxoningga munosib qarash majburiyatini kuchga oladi. Yig'ib aytganda, Jahon Xalq Cumhuriyatining Ahdilar qonun dasturining 1100 belgili munosabatdan xatolik o'tkazib boshqalarning avtomat huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakat. Bu biroda Sho'janing Vanxoningning yuqori tushida subyektga xatarligi tavalludi bor. Huquqni qilish